Mana bolalar to'p tepib, kanikulda maza qilib o'ynashyapti. Bizlar ham bir paytlar shunaqa kanikulda maktabdan keyin, darslar tugagandan keyin shunaqa kelib, formalarni almashtirib, shunaqa to'plar tepib o'ynardik bir paytlar mana. Yoshlik davrimizda har bir o'g'il bolani boshidan o'tgan hayotini qaysidir qismida bo'lgan voqealar hamma eslasa kerak. Hozir mana oilali bo'lib, bola chaqani g'amida yuribmiz. Yoshlar. Stadionga negativ bildirmanglar. Stadion xudo xolasa yaxshi ko'rinishga keladi. Mana joylar suv chiqmayapti ekan. Tekislanib, ono devorlar boshqatdan urilib, yaqin orada 1 oy 2 oy ichida mana suvlar chiqarilyapti. Mana shu yerdan keyin quduqqa nasos tashlab, nasos orqali fetlar sug'orish sistemasiga qandaydir o'zgartirish kiritiladi. Bitlar keyin gullab yashnaydi. Yosh pakalinlar mazza qilib futbol o'ynab, mana shu yerda o'zlarini telefon o'ynagandan yaxshida maroqli vaqtlarni o'tkazishadi.